aslida lekin nimadir qiziq voqea bo'ldi. Nima bo'ldi? Laboratoriyaga analiz topshirgan kelganlar, bu ayolimiz bir hafta oldin kelganlar, laboratoriyada TTG topshirganlar. TTGlari bularda sal balandroq chiqqan. Keyin o'zi har doim borib topshirib yuradigan, analiz topshiradigan joyiga borganlarda topshirgan. U yerda TTGni norma bergan. 4 kun oldin bizga janjal qilib keldilar. Ha desak, sizlar noto'g'ri ko'ribsizlar. O'zi aslida u noto'g'ri ko'rdi, biz noto'g'ri ko'rdikmi, buni aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mayli dedik, biz unga qayta yana ularga qayta topshirishni tavsiya qildik. Qayta topshirganlarda yana balon chiqdi bizda. Bular yana ishonmadilar. Keyin biz Toshkentda vrachlar tan oladigan laboratoriyani tavsiya qildik. O'sha laboratoriyaga borib topshirasiz, agar mabodo norma chiqsa biz pulni qaytarib beramiz. Pullarni qaytarib berdik. Kecha borib topshiribdilar. Toshkentda tan olingan laboratoriyalardan bittasiga, endi nomini aytmayman, topshirganlarida TTGni balon bergan. Shunga hozir kelib bizga uzr, sizlarni dilinglarni og'ritib qo'ydik deb uzr so'rab ketyaptilar. Baraka topsinlar, salomat bo'lsinlar. Soddagina xalqimga bitta murojaatim bor. Har doim ham analiz noto'g'ri chiqsa laboratoriya aybdor bo'lmaydi. Bizning klinikamiz 100% avtomatlashtirilgan laboratoriyamiz. Kelib bemalol o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib topshirishinglar mumkin. Bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Har doim laboratoriya aybdor bo'lmaydi deganimni tasdiqlab ketish uchun analiz topshirish uchun ham o'zining qonun qoidalari bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman Durdona? Analiz topshirishdan oldin, bir kun oldin dieta qilish kerak bo'ladi. Ikkinchisi kechasi 9 dan keyin tiniqib uxlash kerak bo'ladi. Ertalab turgandan keyin umuman asabiylashish kerak emas bo'ladi. Og'iz bo'shlig'iga bir tomchi ham suv tushish kerak emas. Chekadigan odamlar bo'lsa chekish, bu narsalar mumkin emas. Asabiylashmasdan, ovqatlanmasdan, og'iz bo'shlig'iga bir tomchi ham suv tushirmasdan 100% avtomatlashtirilgan laboratoriyaga kelib topshirilsa, analiz to'g'ri chiqadi.